hurmatli bu tadbir ishtirokchilari, bugun Kenagaz mahalla fuqarolar yig'inida fuqarolar va tadbirkorlar bilan o'zaro uchrashuvimizni amalga oshirish uchun Agrobank Denov tuman filiali tomonidan tashrif buyurganmiz. Men Agrobank Denov filiali boshqaruvchi o'rinbosari Bekovs boshlig'i Bosarov Maudaman. Bir necha yillardan beri Kenagaz mahallasi bizni Agrobank Denov filialiga biriktirilgan va ushbu mahallada biz bir necha loyihalar amalga oshirib, mana hokim yordamchisining xabarlari bor, Ilhomni yoki mana aka borib turiblar olaman deb ayrim fuqarolarning xabarlari bor. Amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha bu mahallada aholini tadbirkorlikka jalb qilish yoki 312-sonli qarorga asosan tadbirkorlikka jalb qilgan holda qo'shimcha doimiy ishchi o'rinlarini yaratish kabi ishlar amalga oshirib kelinmoqda. 6 oylik imtiyozli davrdan 25% bilan yillik 25% da beriladi. Uni miqdori 17 million so'mgacha sug'urta polisi bilan beriladi. Plastik kartochka ochiladi, fuqarolarga kredit mablag'lari plastik kartochkaga o'tkazib beriladi. Ikkinchi mahsulotimiz mahalla loyihasi mahsuloti. Ushbu mahsulotimiz 60 oy muddatga, 5 yil muddatga, 2 yillik imtiyoz davridan 2 yil faqat foiz to'lanadi, uni ham foizi 25% plastik kartaga o'tkazib beriladi. Bitta yoki ikkita kartalarni taqdim etish lozim bo'ladi kredit ta'minotchisi sifatida. Ertaga kreditlarni qaytmasligini, xatarini oldini olish maqsadida doimiy ishga ega bo'lgan, byudjetdan oylik oladigan o'qituvchi yoki vrachlar bo'lishi mumkin. Shunaqa ishga ega bo'lgan fuqarolar sizlarga kafil o'tish bilan qo'shimcha imkoniyatlar yaratib beramiz. 3-toifaga 21% dan beramiz. Garovsiz kredit. 100 millionliga garovsiz beriladi. 100 milliondan oshgan qismiga 200 millionliga uni umumiy miqdori 300 million so'm tashkil qiladi. 200 millionliga 50% ga kamaytirilgan holda garovlar taqdim etilgan holda, lekin oilaviy korxona, MCH, xususiy firma, xususiy korxona yoki yakka tartibdagi tadbirkor davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lishi kerak va 1 yilga to'lgan bo'lishi kerak. Ishlab turgan va ikkinchi mahalla mahsulotini mahalla loyihasi. O'shaga men o'zim ishlaymanda, oyligim kam. Ayolim ishlamaydi. Shunda qulma ekanmizda shu sal iplayapmiz, yo'q olishimiz kerak. Shuni necha pulgacha berasiz mana shu? Yaxshi savol. Endi 17 milliongacha sug'urta polisi bilan beramiz dedik-ku. Siz oylik shartingiz bor ekan, ayolingiz nomiga kirib qilayotgan bo'lsangiz, o'zingiz kafil bo'lsangiz, hozir avvalgidek hujjatlar farzandlarim o'tadi, kafillikka ishlaydi, sizlarga chiqasanlar. 50 million so'm. 50 million kerak emas menga, bir 20 million kerakda shu istiqomat deganlarga pullarni ustini yopib olishim kerak. Bo'ladi. Men hozir avvalgiga kreditga albatta alohida bu Abitagi natijasi bilan umid. Mayli, shu yangi bo'lmasa borasiz. O'zingiz kafil bo'lmoqchisiz? Yo'q, kafil sug'urta asosidan. Sug'urta bo'ladi. Yangani olib olsangiz, shu ta'minotlarni 15 minutda hal bo'ladi ishingiz. Biz mana Agrobankda doimiy hamkorligimiz mahalla bilan tashkil etiladi. Mana asrlarga hammamiz birgalikda hal etib kelyapmiz. Agar